Davlatimiz rahbari yoqilg'i energetika tarmog'ida kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazgan video selektor yig'ilishida elektr va gaz ta'minoti bilan bog'liq ishlarni tumanbay va mahallabay tashkil etish, bu borada Yangiyo'l tumanida namunaviy tizim yaratish zarurligi belgilab berildi. Shu kunlarda Yangiyo'l tumanida elektr hamda gaz bilan barqaror ta'minlash bilan bir qatorda og'ir mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Mahallalarda mustaqillik festivallari ham uyushtirilmoqda. Yangiyo'l elektr va gaz ta'minoti bo'yicha namunaviy tumanga aylantiriladi. Shu maqsadda tashkil etilgan maxsus shtab tomonidan qaysi mahallada tarmoq transformator yoki gaz taqsimlash qurilmasini yangilash zarurligi aniq belgilab olingan. Tizimda avariya holatlarini kamaytirish, hisoblagichlarni yagona tizimga ulash va eng muhimi elektr va gaz yo'qotishlarini 2 karra kamaytirish choralari ko'rilyapti. Pirovard maqsad odamlarning turmush sharoitlarini yanada yaxshilashga qaratilyapti. Respublika ishchi guruhi Energetika vazirligi, viloyat hokimligi va islohotlar shtabi bilan birgalikda tumandagi 51 ta mahalladagi elektr va gaz ta'minoti bo'yicha vaziyatni o'rganib, uni yaxshilash choralari ko'rilmoqda. Yangiyo'l tumanining Olmazor mahallasi, ushbu mahallada elektr ta'minoti bo'yicha e'tirozlar ko'paygan. O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, bu hududda iste'molchilar ko'payib, tizimda yuklama oshgan. Bu esa elektr kuchlanishi me'yordan past bo'lib qolishiga olib kelgan. Shundan kelib chiqib, ushbu mahallada ikkita 250 kilovat quvvatli hamda bitta 400 kilovat quvvatli transformator o'rnatildi. 392 ta temir beton tayanchlari o'rnatilib, 6 kilometrdan ortiq tarmoq yangilandi. Ilgari svetlarimiz o'chib qolardi, shamolda stalbalarimiz yiqilib tushardi, sinib tushardi. Lekin mana qarang, shunaqa e'tibor berganligi uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Bir kunda hal bo'ldi. Juda ham xursandmiz. Qishlog'imiz nomidan, mahallamiz nomidan rahmatlar aytaman. Hurmatli prezidentimiz Yangiyo'l tumanimizni respublika bo'yicha namunaviy ko'rsatish bo'yicha topshiriq berdilar. Ya'ni bu topshiriqlar bo'yicha qatlov davomida gaz quvurlarini, gaz taqsimlash nuqtalarini modernizatsiya qilishlar ishlari olib borilyapti. Mana hozir ko'rib turganinglardek, bu bizani ya'ni mana eskirilgan gaz taqsimlash nuqtalarimizni olib tashlab, hozirgi kunda mana aqlli gaz taqsimlash nuqtalarimizni o'rnatyapmiz. Ya'ni bu gaz taqsimlash nuqtamiz qulaylikni beradiki, bu onlayn, ya'ni masofadan turib boshqariladigan gaz taqsimlash nuqtasi o'rnatildi. Mahallalarda o'tkazilgan o'rganishlar davomida elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi talablariga mos kelmaydigan 285 ta elektr hisoblagich va og'ir holatdagi 51 ta transformator mavjudligi aniqlangan. Biz tasvirga olgan kunga qadar 32 ta eski hisoblagich zamonaviysiga almashtirildi. Shuningdek, 94 ta transformator va 31 ta tayanch ustuni ta'mirlandi, 6 ta yangi transformator va 170 ta tayanch ustun o'rnatildi. Tuman miqyosida 105 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari daraxt choxlaridan tozalangani ham avariya holatlarining kamayishiga xizmat qiladi. Mutasaddilarning aytishicha, tumandagi 51 ta mahallaning barchasida aholi va tadbirkorlarning elektr energiyasiga bo'lgan oylik, choraklik va yillik ehtiyoji o'rganib chiqilgan va shu asosda har bir mahallaning energiya iste'moli balansi shakllantirilgan. Yangiyo'l tumani Qo'shtepa MFI'da o'sha Yakkatol ko'chasida kelib o'rganganimizda mahallaga yog'och terak ustunlar bilan tortilgandi, qo'lbola teraklar bilan. Bundan tashqari xonadonlardan 10 kilovat liniya o'tib ketgandi. Bu yerga kelib 20 ta 11 metrli, 25 ta 9 metrli stalba ekdik. 1 kilometr sip kabel trassani, xonadonlarga tushuvchi 1-2 kilometr vod sip kabellar almashtirildi. Hozir mana bolalar bilan birga IS-70 sim 2 kilometr tortib, xonadonlarning ichidan tashqariga olib chiqib ketamiz. Gaz ta'minoti yo'nalishida ham 17 ta gaz taqsimlash punkti modernizatsiya qilindi va 21 tasi demontaj qilindi. 3,1 kilometr gaz tarmog'i rekonstruksiya qilindi va 13,2 kilometr tarmoq tartibga keltirildi. 2014 ta hisoblagich tekshiruvdan o'tkazildi va ma'lumot uzatmayotgan 1168 da gaz qurilmasining ishlashi
ta'minlandi. Elektr va gaz ta'minoti bilan bog'liq 60 ta muammo aniqlanib, shundan 50 tasi joyida bartaraf etilgani e'tiborga molik. 10 tasi bo'yicha ishlar davom etmoqda. Yana bir e'tiborli jihat, ko'p qavatli uylarning isitish tizimi ham diagnostika qilinyapti. Muhimi shu paytga qadar amalga oshirilgan ishlar hamda yuklamasi yuqori bo'lgan 170 kilometr tarmoqlarning fazalar aro teng taqsimlanishi hisobiga elektr yo'qotishlari tuman bo'yicha 15.8% dan 13.5% ga, gaz yo'qotishlari 18.1% dan 17.5% ga tushirildi. Respublika ishchi guruhi viloyat hokimligi bilan birgalikda tumanda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil qilish yo'nalishlaridagi topshiriqlar ijrosiga alohida e'tibor qaratmoqda. Jumladan, o'tgan 2 hafta mobaynida tumanda 309 nafar fuqaroga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatildi va 68 ta yangi loyiha shakllantirildi. Natijada 186 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi va 486 ta yangi ish o'rni yaratildi. Oziq-ovqat sanoati yo'nalishida bitta investitsiya loyihasi ishga tushirildi. 51 ta mahallada jami 5520 ta xonadonda o'rganish ishlari o'tkazildi hamda 27572 sotix yer maydonida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish ishlari yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 2248 nafar ishsiz fuqaroning 532 nafar ish bilan ta'minlandi. 2196 ta kambag'al oiladan 342 tasiga jami 389 ta xizmatlar ko'rsatildi. Ishchi guruh tomonidan 19 ta xorijiy investitsiya va eksportyor korxonalar faoliyati joyiga chiqqan holda o'rganildi va aniqlangan 6 ta muammo bartaraf etildi. Qolgan 13 tasi bo'yicha mutasaddi vazirlik va idoralar bilan birgalikda manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Sho'ralisoy mahalla fuqarolar yig'ini ishlab chiqarish zonasida joylashgan Shams ASH qo'shma korxonasi faoliyatiga to'siq bo'layotgan kamchiliklar bartaraf etildi. Bizda Respublika ishchi guruhi tomonidan har bitta korxonaga kirib chiqdik. Turkiya bilan qo'shma korxona Shams korxonasiga kelganimizda ularda anchadan beri kelayotgan muammolar bor ekan. Kerakli mutasaddi rahbarlarni chaqirtirib, gaz muammosini, elektr muammolarini va boshqa muammolar barchasini yechib tashkil qilib berdi. Mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Bu borada 51 ta mahalla yettiligiga jami 596 ta ko'cha biriktirilib, keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari ham qizg'in davom ettirilmoqda. Bo'layotgan o'zgarishlarga aholi ham befarq emas. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari joriy etilyapti. Ayni paytda 10872 ta xonadonda obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. 8 ta mahallada 10 ta ko'chaning jami 9,5 kilometr qismiga asfalt yotqizildi. 5 ta ko'chaning 3,1 kilometr qismi betonlashtirildi. 7 ta ko'cha jami 3,2 kilometri shag'allashtirildi. Hurmatli prezidentimiz mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi e'lon qilingandan keyin biz mahalladagi har bir xonadonga targ'ibot ishlarini olib bordik. Mahallamiz hammasi hasharga chiqib, har kuni ertalab tong otar ko'chalarga suvlar sepib, rayhonlar ekib va undan tashqari tomorqalariga daromadli ekinlar ekib kelmoqda. Hozirgi kunda mahallamiz og'ir mahallaga tushgan. Og'ir mahalla dasturida mahallamiz 6000 metr asfaltlash tugatildi. Kechagi kunda 219 ta beton tayanch salvasi, 4000 metr sip kabel, undan tashqari 400 kilovatlik elektr transformator o'rnatish jarayoni bo'lyapti. Mana mahallamiz obod bo'ldi, baraka mahalla. Xudoga shukr, mana hamma mahallamiz mana obod bo'lib, chiroyli bo'lib, mana asfaltga yotqizildi. Mana hozir istalbola qo'yilyapti. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Obod mahallada yashash qanday yaxshi. Yurtimiz mana musofamiz tinch. Hammasiga shunga hammamiz prezidentimizga rahmat. Mana ko'ryapsiz, hamma yoq toza obod bo'lyapti mana. Tozalashyapti hamma yoqlarni. Har doim shu narsa bu yerda. Tozalashamiz, u qilamiz, birimizga yordam beramiz bu yerda. Ahil hammasi bir-biriga. Yangiyo'l tumanidagi Ahil mahallasidagi ko'p qavatli uylar o'tgan asrning 60-yillarida qurilgan va bugungi kunga kelib ta'mirga muhtoj holatga kelib qolgan. Mahalla esa og'ir ahvolga tushib qolgan. Respublika ishchi guruhi viloyat hokimligi bilan birgalikda ushbu mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasi va ruhini olib kirish, hududdagi 40 ta ko'p qavatli uylarda kapital ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Asosiy e'tibori bugungi kunda bizlar kommunikatsiya tarmoqlariga bu elektr ta'minot, gaz, ichimlik suvi, suv havo tarmoqlarini tubdan biz yangitdan hammasini o'rganib chiqdik. Kerakli qiladigan ishlarimizni belgilab oldik. Yangi yo'l xaritasi tuzildi. Shundan bir qatorda mahallada 40 dan ortiq ko'p qavatli binolarimiz bor. Uning asosiy fondi shu oldingi davrda qurilgan. Shuning uchun u domlarda ham bugungi yangi O'zbekiston qiyofasiga kiritish bo'yicha hamma ishlarimizni o'rganib, qiladigan ishlarimizni hajmini belgilab, bugungi kunda taqsimlanib
kerakli quruvchilarni biz jalb etgan holatda ishlarimizni bugun boshlab yubordik. Shu qatorda aholimizdan tushayotgan yangi takliflarni inobatga olgan holatda yangi markaziy ko'chamiz, Samarqand ko'chamizni aqlli ko'chaga kiritish bo'yicha loyihalarni belgilab olganmiz. Ayniqsa hozir bugungi kunda aholimiz bu masalalar bo'yicha o'z xonadonlari, atrofdagi hududlarini obod qilish bo'yicha ko'maklashib, yaqindan bizlarga yordam beryapti. Aql mahallasidagi butun aholimizning hamma qatlami, yosh va qari birgalikda biz bilan bugungi kunda tashkil qilingan ishchi guruh bilan hamkorlikda ishlab, tunu kun ishlarni jadallashtirish bo'yicha ishlarni faoliyatini olib boryapti. Tomlar, zinalar va fasadlar yangilanmoqda. Hovlilar obodonlashtirilmoqda. Ko'chalar bo'ylab ekilgan daraxtlarga shakl berilib, mahalla ko'rkiga ko'rk qo'shyapti. Aholi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida nuroniylar maskani, amfiteatr, mahalla idorasi, bolalar va sport maydonchalari kabi 20 ga yaqin obyektlarni tashkil etish rejalashtirilgan. Bu jarayonda mahallani ishsizlik va kambag'allikdan, jinoyatchilikdan xoli mahallaga aylantirish ishlari ham izchil amalga oshirilmoqda. Endi avvalasi aytish kerak, prezidentimizga rahmat. Shunga Yangiyo'l rayoniga ahamiyat berib turib, eshityapmiz. Katta mablag' ajratilib, holat uni ustiga bizning mahalla aynaqa obod mahallaga tushib qolgan ekan. Yana ham yaxshi bo'ladi, xohlasa bir-biridan yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Noqonuniy qurilmalar buzilyapti aholilar tomonidan. Hamma mahallalarda obod ishlari ketyapti. Shu jumladan Ahil mahallamiz prezident tomonidan hozir katta imkoniyat, katta e'tibor qaratildi. Obodonlashtirish ishlari boshlanib ketdi. Biz bundan juda aholimiz xursand. Buzilgan joylariga hozir hamma tashkilotdan yordam kuchi kelgan, planlari chizilgan, shtat ochilgan, shtatda plakatga qilib ko'rsatib qo'yilgan. Ahil mahallasidagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida tashkil etilgan mehnat yarmarkasi doirasida tijorat banklari tomonidan aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator loyihalar ham ishga tushirildi. Yarmarkada tuman bo'yicha faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar vakillari ishtirok etib, bo'sh ish o'rinlari taqdim etishdi. Ahil mahallamizda hozirgi kunda 128 ta ishsiz aniqlandi. Bu bo'yicha hozir biz ish boshladik. Bunda 31 ta sonli odamiga 31 taga yo'naltirdik o'qishga. Bu sertifikat olinadi va o'zini ish bilan ta'minlashga harakat bo'ladi. Undan qolganiga hozir bugungi kungacha biz hozir musiqa maktabimizda ishga marhamat yarmarkasini tashkil qilganmiz. Bunda banklar va BT korxonalarning hamma rahbarlarini chaqirib ish vakansiyasini ko'rsatadi. Bu yerda o'z xohishi, o'ziga qulay bo'lgan taklif ishlarni o'zi ko'rishib, o'z joyida bartaraf qilishga harakat qilamiz. 2 yildan beri uyda edim, ishsiz edim. Nogironligim borligi uchun ishlamasdim. Bu ish bilan o'zimni ovutib, ham o'zimga biznes qilish uchun yarmarkaga keldim. Tashabbusimni qo'llab-quvvatlab, o'z maslahatlarini berishdi. Bunday tadbirlar aholi bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish hamda fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Mahalladagi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, jismonan baquvvat va sog'lom bo'lish yo'lida izchil harakat qilishmoqda. Ta'kidlash joizki, yurtimizda kezayotgan bayram shukuhi Yangiyo'l tumani mahallalarida ham ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Xususan, bugungi kungacha reja asosida 51 ta mahalladan 37 tasida mustaqillik to'yi festivallari va ayol qadri ulug'langan yurt ma'naviy-ma'rifiy tadbirlari o'tkazildi. Xususan, Gulbahor mahallasida hududdagi xotin-qizlari va mehmonlar ishtirokida ayol qadri ulug'langan yurt nomli madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir davomida ayollarimizning jamiyatdagi o'rni, oila va farzand tarbiyasidagi beqiyos xizmatlari alohida ta'kidlandi. Mahallalarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar ayollarimizga bo'lgan hurmat, ehtiromni yanada mustahkamlash, yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Mahalla tarbiya quroli. Mahalla insonlarni birlashtiradigan to'y, hasham, boshga tushgan og'ir kunlarda. Nega muhtaram prezidentimiz aynan shu mahallaning bugungi insoniyat, ma'rifat quroliga aylantirishni, ma'naviyat jismiga aylantirish masalasini 40 kunga qo'ydilar. Maqsad bitta. Birinchi navbatda inson ongi, aqli, tafakkurini tozalanish. Demak, o'qimagan o'qishga harakat qilishi, ishlamagan ishlashga harakat qilishi, ajralayotgan to'xtash. Bog'bor, beg'ubor osmon o'zi bo'lyaptimi? Oila, mahalla bu kichik vatan. Agar shu oila, mahalla kichik vatan bo'lmaganda, biz ulkan vatan 40 million xalq birga bo'lmagan bo'lardik. Shu uchun Toshkent viloyatining har bir oilasi, har bir mahallasi katta vatan. Bu vatan tinchlik, osoyishtalik, baxt, saodat vatani degan umiddaman.
yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz degan bosh g'oya ostida Navbahor, Ko'kalamzor, Gulbahor mahallalari aholisi uchun o'tkazilgan Mustaqillik to'yi festivali yurtdoshlar uchun chin ma'nodagi bayramga aylanib ketdi. Mustaqillik to'yi juda go'zal. Ana bugun Toshkent viloyatidamiz, Yangiyo'l tumanidamiz. Har joyda yurtimiz har jabhalarda bo'lgandek Yangiyo'ldan bayram. Ana hech tinmayapmiz, xalqning kayfiyatini ko'rib, odamlarning kayfiyatini ko'rib, butun bu yerdagi o'sha haqiqatda to'y qilyapti xalqimiz, juda xursandmiz va biz ham ziyolilar kamarbasta bo'lib kelganmiz. Bayramlarimiz muborak bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Va mustaqilligimiz albatta abadiy bo'lsin. Mustaqilligimizni 35 yillik to'y munosabati bilan respublikamizning barcha hududlarida, chekka qishloqlarda xalq bilan uchrashib, mana shu bayramni ko'tarinki ruhda, yaxshi kayfiyatda o'tkazish maqsadida biz san'atkorlar mana shu xalq bilan birgalikdamiz. O'zi san'at xalqni birlashtiradi-da. Birdamlik mana shu kuchda. Bayramni qanday o'tishi mana shu xalq bilan kayfiyatni qanday ekanligida. Shunaqangi xalqimiz mamnun. Davlatimiz rahbari ham aytayaptilar, xalq bizdan rozi bo'lsin deyaptilar. Biz xonadonlarga kirib, o'sha 95-100 yoshlarni qarshilagan otaxonlarni, onaxonlarni yo'qlayapmiz. Ularning duolarini eshityapmiz. Ularning shukronalik hissi bilan, o'sha vatanparvarlik hissi bilan mana shu hayotda O'zbekistonda yashayotganidan mamnun ekanligini yuzlaridan, duolaridan bilyapmiz. Bayram baribir tinch yurtga yarashadi-da, to'ylar tinch yurtga yarashadi. Biz mana shunday jannat makon yurtda yashayotgan ekanmiz. Bizni mana shu gullab yashnayotgan O'zbekistonimizga chiroyli islohotlarning rivojlanishida, yuksalishida, ilohim hamisha baland cho'qqalarga chiqishida biz umidvormiz. Barchaga mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Festival doirasida rang-barang konsert dasturlari, jonli ijrolar, milliy an'analarni aks ettiruvchi chiqishlar tashkil etildi. Shuningdek, tadbir davomida yoshlar va oilalar uchun madaniy hordiq chiqarish imkoniyatlari ham yaratildi. Xulosa qilib aytganda, Yangiyo'l tumanida olib borilayotgan bu kabi ishlar Toshkent viloyatidagi 883 ta mahallaning barchasida amalga oshirilmoqda. Bu borada zarur infratuzilmani yaratish, elektr va gaz ta'minotini yaxshilash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish, ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirish borasidagi chora-tadbirlar puxta o'ylangan reja asosida izchil davom ettirilmoqda. Bunda yondashuv esa o'z navbatida viloyat aholisining turmush sharoitini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.